Issiqlik elektrostansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yil faoliyati yakunlari bo'yicha uchrashuv tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Issiqlik elektrostansiyalari aksiyadorlik jamiyati bugungi kunda mamlakatimizda elektr energiya ishlab chiqaruvchi asosiy tarmoq hisoblanadi. Shuning uchun ham soha korxonalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash borasida keyingi yillarda keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirildi. Bu esa ularning quvvatini oshirish, elektr energiyasi ishlab chiqarish va ko'paytirishga imkon yaratadi. Uchrashuvda 2025-yil davomida ushbu tashkilot tomonidan jami 30.3 milliard kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqarilgani, bu rejaga nisbatan 2.8 milliard kilovatt-soatga ko'pligi aytib o'tildi. Shuningdek, issiqlik elektrostansiyalari va markazlarini 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumiga tayyorlanish maqsadida jami 35 ta energiya qurilmalarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani ta'kidlandi. 2025-yil yakuni bo'yicha amalga oshirilgan loyihalarimiz 18 ta loyihalardan iborat bo'lgan. Shundan 584 million dollar loyihaning mablag'i o'zlashtirildi. Loyihaning umumiy qiymati 3 milliard 227 million dollarni tashkil qiladi. 18 ta loyihamiz. Kogeneratsiya loyihalari Sergeli, Olmazor tumanlarida, Toshkent shahrida issiqlik manbai yetib bormaydigan tumanlarda eksperiment sifatida Chilonzorda boshlagandik. Bu Olmazor Sergelini keyingi etapini topshirdik bu yil. Bundan tashqari Yunusobod issiqlik elektr markazida 4-sonli issiqlik elektr markazida 100 megawattdan iborat bo'lgan Xitoyning China National Electric Power kompaniyasi bilan 65 million dollar mablag' investitsiya kiritish orqali 100 megawatt quvvat hamda 98 gigakaloriylik soatiga issiqlik manbai beradigan loyihani ishga tushirildi. Keyingi yilga rejamiz shu loyihalarning asosida bu yilga qo'yilgan 584.8 million dollar bajargan bo'lsa, keyingi yiliga 677.2 million dollar mablag'ni o'zimizga reja qilib oldik. Bugungi kunda energetika tarmoq korxonalarining ijtimoiy va ekologik mas'uliyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar natijasida tashkilot nufuzli, ekologik ijtimoiy korporativ boshqaruv xalqaro reytingini qo'lga kiritgan.